Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga simolardan brelok yasashni o'rgataman. Hammasini birma-bir o'rgataman. Simolardan uy sharoitimda brelok yasashni, keyin indiki darslarimda shu gipsdan shunday dekorlarni yasashni o'rgataman. Endi yana dekordan, gipsdan, gips bilan suvni o'zidan hali yasalgan bu. Hali shkatulka aytilmagan, gruntovka aytilmagan holati bu. Tushizilgani. Gips bilan suv. G16 degan gips. Keyin bunga toza suv ishlatilmaydi, quruq krantni suv ishlatiladi. Toza suv do'riganmaydi, ko'piklari dovib ketadi. Buni indiki darsda o'rgataman. Hozir biza kuru simolardan bu simola E deb aytiladi, 6 litr B deb aytiladi. 70'e 30 bu. Üstünde kağızları yok. Şundan brelok yasashni o'rgataman. Pigmentlar bilan tanishtiraman. Simolaga ishini yaldiroq pigmentlarni qo'shsa bo'ladi. Har xil ranglarni qo'shsa bo'ladi. Bular yaldiratib chiqarib beradi simolarni. O'zlarim yaldiroq oppoq bo'lgani, simola oq bo'lgani, bularni yaldiroqini yana qo'shib chiqarib beradi. Yaldiroq pigment deb aytiladi. Bular esa kraska. Bularni ham любой bir narsaga qo'shsa bo'ladi. Akriloviy kraska. Simola ham qo'shsa bo'ladi, keyin gips ham qo'shsa bo'ladi. Hamma narsaga qo'shsa bo'ladi bulardan. Rasman yasasa bo'ladi. Shular bilan tanishtiraman. Bu tarazida o'lchab ishimiz обязательно perchatka bo'lishi kerak, hamda esa maska bo'lishi kerak. Yetmiş gram. Ama 70 tarafta. İşte bu güzel. Tarihini barıp uçurup yine 30 gram litre bu şey. Simola bilan 6 litrini soldik. 70 gram simola, 30 gram 6 litr. 100 etecek bu sağlı. Böyle ötüp ketkeninize yarayıp işe beraberası. İşi içindeki ok neler yok olsa gerek. Şu içindeki ok yok olsa gerek. Ona keyin çepe şunu ettirip yok ettince oldu çıra. Endi iş sakallara salamız bulara pigment qo'shish uchun. Tam akı öz qolishi kerak ishini. Üstünden, yan başından yetiş uchun. Bo'ldi. Endi pigmentni qo'shamiz. Minutuna qarab netadi. Sarini qo'shdik. Endi feretini solamiz. Yaxshilab aralash. Endi yana silikon. Bu harflarni netadi qo'yasiz.
Farkı yok, verimiz gidiyor. Bana bir yerine ağda yapıştırış için burası sergine bozam alt verseyizlerim bu. Şimdi şimdi ortasını sıkan. Şimdi bazı yerler bu sirli balını öğrendi. Ki üstünde yan gidiyor. Aynen smalığa renk koştuk. İşine ettirip harflerin içine doldurduk. Her kim harflat bize öteveredi. Da bir yarım saatliğin koruydu. Pigmentlerini danıştırdım. Любой bir pigmentini smalığa salıp aralaştırıp любой bir nerse etse boladı. Değeri katıp kaladı yarım saat. Naklenkeler bilen işleyiveresizler. Üstünden korrektor sepip beremiz. Fuzirkiler bolmaslık üçün. Bu harflerimiz tayar. Yarım saatten keyin.